qiladigan ehson oshlarini Alloh dargohida maqbul aylasin. Hormanglar. Mana hamma mehmonlarga xizmat qilib turgan bizning oqila ayollarimizning yosh vakillalari. Koronalar bo'lsa, elimiz yurtimizda zamonimizga chiqsin. Xizmat qilayotganlar, berbola xizmat qilayotganlar tan joyinglar sog' bo'lsin. Mana shunday yurtboshimiz borligidan faxrlanaylik. Amin. Biz mana shu bizni zamindan chiqqan o'g'lonimiz uchun ham bor kuchimizni, g'ayratimizni, ilmimizni, bilmimizni hammasini sarflab olib borilayotgan mana shunday ishlarda, islohotlarda bosh qosh bo'ladi. Mana shunaqa chiroyli hokimlarimiz, hokim ma'murlarimiz, mahallada ishlayotgan, mamlaqa xizmat qilayotganlar hammalar omon bo'linglar. Amin. Bunaqa diyor, hatto bor bunaqa hammamiz maza qilyapmiz, qarang. Amin. Yaratgan Allohga hamd va sanolar. Allohumma salli va sallamga salavatlar. Allohum mana shunday kunlarga yetgandik. Allohumma shunday Allohim kunlarda mana shunday diydor ko'rsatib mana shunday qadrdonlarimiz bilan Allohim hammani avvalo yurtimizda tinchlikni deb. Odamlarimizni tinchlik va shahar hokimlarimizdan sog' salomat bo'lsin. Hammalarni shularga Alloh nasib etsin mana shu yaxshi niyat bilan Xudoya xudovanda sog' bo'ling, nasib etsin. Avvalo umringiz uzoq bo'lsin. Xudoyim bilan qo'shilgaring. Mana shu o'g'il-qizlaringizni rohatini ko'ring. Nevaralaringizni. Allohim hamma ko'ngilingizdan yaxshi orzu niyatlaringiz hammasi tushadi.